Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Nurali ablanızın 1 yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anıldı. Başqa hech kim eshib ketolmaydigan darajaga yetkazishim kerak deganlarni o'yladim. Shu chaqdimi ingliz tili seviyam yaxshi edi. Lekin Jungoda ingliz tilini yaxshi bildiganlar samandek. Shuning bilan o'zimning kichikdan boshlab nutq so'zlash jihatda afzallikim borligini o'ylab, ingliz tili bilan bu ikkisini birlashtirib, uni o'zimning yadroliq raqobat kuchimga aylantirmoqchi bo'ldim. Ammo qanday qilish kerak? Bu bir qiyin masala. Dars o'tish bilan nutq so'zlash
ikkilisi ikki ish. Yana kelib nurg'un cheklamalarga ega. Shu haqda beshim qetib yurib, to'sattilli kallam vallada yo'rgandek bo'ldi. Kundalik parang programmasining men amroq riyosatchisi Jon Stewartning iqlim masalalarini qiziqarli, yumorli qilib so'zlash usuli esimga keldi. Ingliz tili darsinimi shunday shaklda to'g'ri chiqarib baqsam bo'lamdi qandaq? 2011-yili 11-oyda tunji qitimliq to'r darsini singa oldim. Bu chaqda programmaning ismini 5 minutlik ingliz tili darsxonasi deb qo'ygan edim. Men ishlatgan singa elish uskunasi bo'lsa bir dona oddiy DV apparati bo'lib, oq doskini tamga esipla ishni boshlab ketgan. U chaqda odatdagi yosh, badiiy yosh va mato yosh degan 3 ibora to'r dunyosida moda bo'lgan edi. Men mush 3 atalg'uni ingliz tilida qanday ifodalashni cho'rdab so'zlagan edim. Darsning oxirida o'zimning rasmi orqali oddiy Nurali, badiiy Nurali va mato Nuralining qanday bo'ladiganligini tushuntirdim. Vaqtni va pulni tejash uchun chechimni o'zim yasadim. Kim bilsin, bir qo'sh kesibla g'alit qilib qo'ydim. Mana amsi deb yana bir qo'sh kesib edim, texim g'alati bo'lib qoldi. Garchi chechim g'alita, o'zim ozroq semiz bo'lsam-mu, shu qarorliq darsni singa elishni qat'iy davomlashtirdim. Men u dars orqali mundaq ko'z qarashni o'tirg'a qo'ydim. Odatdagi yosh, badiiy yosh va mato yosh amaliyotda bir odamning uch xil holati. Har qancha qoltis odamningmi mato bo'lib qoladigan, har qancha mato odamningmi qoltis bo'lib ketadigan chog'lari bo'ladi. Shunga boshqalarni hurmatlashni bilish kerak. Dastlabki sim hujjatining chekilish qitim soni 5000 bo'lib, ayni vaqtdagi soniga qarab 2 yildan keyingi bugungi kunda 50 millionga yetib ketishini o'ylabmi boqmagan edim. Ayni chaqda bir mato odammi qoltis odamga o'zgaralaydi degan so'zimni o'z amaliyatimda isbotlab qilishimni o'ylabmi boqmagan edim. Qat'iylik darvaqa xo'shallarlik natija olib keladi. Bu jarayonni kino qilib ishlasimi yomon emas bir material chiqadi. 2 yil ichida 5000 ning 50 millionga yetishi haqiqatan zo'r ilgirlash. Ammo bu natijami shunga yarasha jafo mushaqqat badliga kelgan. Sim hujjatining montajligini qilg'uchining vaqtini tejab qilish uchun darsni singa elishdan ilgari 15-20 qatim toki bir eg'izmi xatolik yuz bermaganga qadar sinoq qilib so'zlab chiqdim. Bundaq bo'lganda montajning nurg'un vaqtini tejab qolg'ili bo'ladi. So'zlik suzgich, ko'rsatma taqdisi bo'lmagan sharoitda shunchalik saviyada so'zlangan 5 minutlik darsni sinib elish uchun 10 soatlab tayyorlik qilardim. Menga o'xshash hech qanday haq olmay, singa elish uchun singa oladigan odam kamdan kam tepiladi. Hozirmi ba'zi odamlar ishni bilimning turi, maktabdan haq beradiganligi uchun davomli singa elayotdi deb o'ylaydi. Lekin men hozirga qadar bu programma uchun bevosita haq elib baxmadim. Mening bu programmani ishlashimdagi sabab nihoyat oddiy. Yaxshi bo'lsa, ko'pchilik yaxshi ko'rishni xohlasa, undan xo'shallik topaman. Yaxshi qila olmasam, qayt qilsam, bumi bir xil o'g'inish, ilgirlash jarayoni. 2012-yil qishda Kuay Yingyu Nurali ingliz tili oxirat sinf elish uyiga ega bo'ldi. Ya'ni boshqa o'qituvchilar haqliq darslarni sinf elib bo'lgandan keyingi bo'sh vaqtni foydalanib, Nurali ingliz tilini sinf elib olsak bo'ladigan bo'ldi. Attigan soat 9 dan kech soat 9 gacha bo'lgan oraliqdagi oltin vaqtni egilib olishga bo'lmaganlikdan kechda ishdan tushib, kech soat 2 gacha oran sinf elib bo'lardik. Shu sababdan shu mezgillarda Yangi Sharqdagi arvoh degan laqamga ega bo'lib qoldim. Ana shunda qat'iylik bilan davomlashtirish natijasida Nurali ingliz tili programmasining to'rdagi chekilish qitim soni dastlabki 3000, 5000 dan o'ttir hisob bilan har sonida 50 ming odam qitimga
marka chaplamang degan temadagi nutqimning ta'sirlantirish kuchi ancha zo'r bo'lmay qoldi. Uning ustiga eng oxirdagi bilet talishdigan chog'da o'zimcha boturlik qilib, Leyun muallim bilan Chin Jambin muallim menga bilet tashlashni o'ylab, ikkilanib turganda, unda qilmasanglarmi bo'ladi deb o'tirib sakrab chiqib, 8% biletdan quruq qoldim. Ya'ni kelib, yenimdagi sirli qurolni oyatdiman. Birinchi qatimliq nutq televizorda tarqatilgandan keyin nurg'un kishilar menga mikroblogda xat yozib, mening 34 tillik vaqt boshqarish usulining o'ziga nihoyatda zo'r yordami bo'lganligini aytib, rahmat aytgan edi. Men o'zimcha bu kozorni eng oxirgi hal qilg'ish vaqt ishlataman deb oyab ketibdiman. Echinishli yeri shu bo'ldiki, qo'limdagi kozorni texi chiqarmay turibla, yana bir qatim echinishli holda shallanib ketdim. Yana bir qatimliq mag'lubiyat nurg'un kishilarning nazarida yana bir qatimliq og'ir zarba bo'lishi mumkin. Yana nurg'un kishilar qabul qila olmaslik, g'azablanish